Saroy Sharif Bahauddin Naqshband nomidagi Tasavvuf va sufiylik madaniyati xalq akademiyasi a'zosi 50 yildan buyon tasavvuf ahlidan bo'lgan 4 ta Naqshbandiya tariqatining piri komillariga xizmat qilgan u zotlardan tasavvuf ilmini olgan Shahrixonlik Zuhriddin Eshon Naqshbandi bobo bilan suhbatimiz bo'lib o'tadi. Hurmatli Zuhriddin bobo, mana Yaratganga beadad shukrlar bo'lsinki, yurtimiz istiqlolga erishgandan buyon shu ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan ma'naviy ilmiy meroslarimizga yana qaytyapmiz. Mana yurtboshimiz rahnomaligida Cumhuriyatimizda milliy mafkurani shakllantirish va yoshlarimizni o'sha ajdodlarimizning ma'naviy meroslaridan bahra olishligi to'g'risida ko'p kuyinib sa'y-harakat qilyaptilar. Mana shu munosabat bilan bizning Naqshbandiya ilmiy markazimiz ham sizning ishtirokingizda ushbu suhbatni uyushtirishni lozim topdik. Shu hozirgi yoshlarimizga va Cumhuriyatimizdagi insonlarga shu ajdodlarimizning ma'naviy meroslaridan bir ibratli jihatlarini va mana shu ajdodlarimiz shu damlargacha olamga mashhur bo'lgan, ya'ni o'zlarining ma'naviy meroslaridan dong taratgan larimizning qoldirgan ilmiy meroslarga tasavvuf tufayligidan masalan Hazreti Naqshbandi pirimiz shu kimi holatini bu meros Rasululloh orqasidagi odamni ham ko'rardi, yonboshdagini ham, bekingani ham hamma sirni anglardi. Bu Rasulullohning shu oltin halqasidagi, shu halqada kelgan piri komillarning bu olib borayotgan ishi. Chunki xalqlarda bir chiroyli qilib yetalab iymon, e'tiqod bilan Xudo dargohiga borish uchun bu katta bir tasavvuf ilmini bular o'zlariga kasb qilib, insonlarni shu ruhda ruhiy tarbiya bilan nurlantirib, bir chiroyli qilib olayotgan zotlardir. Agar bu tasavvuf ilmini qisqacha qilib aytsak, agar men bir so'zga gapirsam ham buni ado bo'lmaydi. Bu yo'l shunday yo'l. Masalan, hozirgi bizni olib borayotgan Naqshbandi yo'limiz bizda 25 million xalq bo'ladigan bo'lsa, 10% Naqshbandiyasi 250 ming bo'ladi. 1% 25 ming bo'ladigan bo'lsa, hali 25 ming yo'q bizi O'zbekistonda. Bu ayrim odamlarni yoki bir ilmdor yoki bir katta odamlarni ko'yliga kelmasin. Bu farz, vojib amallardan emas. Bu nafl amallardan, shu nafl namozlarda o'qib, nafl ibodatlarda qilish, piri komillardan qolgan vird vazoiflarning yod qilishi bilan qalbiga Xudoning zikrining Alloh deb o'tkazishi bilan o'sha insonning qalbi pok bo'lib, Xudoning nuri paydo bo'lib, latoif insonda 5 ta latoif bo'ladigan 5 latoifdan nur chiqib, o'sha inson Xudoga valizodaga aylanib qoladi. Bu to'g'risida Sura-i Hadidda zalika fazlullohi yu'timan yasha vallohu zul fazlil azim. Parvardigor men kimni yaxshi ko'rsam, shu ilmni berib, shuni qalbini nurga to'lg'izib, valiylikka aylantirib qo'yaman degan gap.